Hürmetli bizden kuzatuvchilar, akşam endi ikki joyni chiqardim, sotildi subsidiya. Bir xonamizdan, ikki xonamizdan. 3-etajdagi. Endi ikki xonamizni chiqarib beramiz. Bu ikki xonadan katta raqam bu. Ichini ko'rsatib o'taman hozir 60 kvadrat. Bu ham shu subsidiya ili pasport bilan pulingiz yo'q bo'lsa, kelsangiz, boshlang'ich to'lov 0. Через bank ipotechnik kredit bo'ladi. Oyna где-то bir 4.800.000 dan 5.5 milliongacha bo'ladi oylik. Endi uni etajini boshqa kelishimizga qarab ichini ko'rsatib o'tamiz. Yana bu ikki xonamizni tuzilishi, uzun koridor, bu yerda zali katta, bir de spalnisi, girib kelgan eshigimiz, bu yerda sanuzel, kuxnasi bo'ladi. Yana sanuzelimiz shu holatda. Kuxna, issiq sovuq suv kelib turibdi. Bitta ochiq balkoni shunday. Yana mashita qarab turibdi, katta mashita. Bu yanimizda Spanya. Spanya ham ajoyib keng bo'lib tushgan. Zali. Zali dum katta tushgan. Akşam chiqargan ikki xonamizdan ulli bu daji. Hozir 3-etaj ilk turibdi, shuning uchun 4-etaj tushirdik. Mana ikkisi ham sotiladi. Subsidiya ili boshlang'ich to'lovsiz. Pulim yo'q desalar, boshlang'ich to'lov 0. Kelasiz pasport bilan adazda kredit chiqadigan bo'lsa bo'ldi. Ipotechnik kredit beriladi. Oyma-oy to'lab beraverasiz. Где-то 5-5,5 million o'rtasida tushib boradi sizga. Dokumentlari tayyor. Ekrandagi nomerlarni aloqaga chiqaverasiz, sog' bo'ling.